Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video lavhamizni varikozga bag'ishlaymiz. Varikoz qanday qilib xalqona usulda yordam berish mumkin? Varikoz tomirlar faqat tashqi ko'rinish muammosi emas, balki jiddiy kasallik. Lekin xalq tabobatida tomirlar holatini yengillashtiradigan usullar bor. Agar varikozingiz zirillab og'riyotgan bo'lsa, ushbu muolajalarni qilib ko'ring, albatta yordam beradi. Yashil pomidor kompressi. Varikoz tomirlariga qo'yib 3-4 soat ushlab turing. Shishni kamaytiradi, og'riqni qoldiradi. Karam bargiga zig'ir yog'i surtib, tomir ustiga bog'lang. Kechasi bilan qoldiring. Ertalabga og'riqlar ancha yengillashadi. Olma sirkasi bilan ishqalash. Kuniga 2-3 marta tomirlarni yengil ishqalang, massaj orqali. Albatta og'riqlar qoladi. Sarimsoq va asal aralashmasi tomirlarni mustahkamlaydi. Kuniga 1 osh qoshiqdan ovqatdan oldin iching. Tomirdagi tiqilmalarni yoyib yuboradi. Bu esa varikoz og'rig'ini yo'q qiladi. Qora zira yog'i. Kechalari yengil massaj qilib, mato bilan bog'lab yotsangiz, og'riq ancha qoladi va ishishlari yo'qoladi. Albatta sinab ko'ring, azizlar, shuning uchun og'ir ko'tarmaslikka harakat qiling. Aziz erkaklar, ayolingizni asrang, axir u butun umrlik hamrohingiz. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.